Men doim aytaman, bu kasalliklarni, bu holatni homilada aniqlasa bo'ladi. Homiladorlikda to'g'ri tekshiruvi genetikasi orqali shu kasallikni qo'ysa bo'ladi va shu oilada nasliy kasallikni oldini olsa bo'ladi, lekin buni qilmaymiz. Bugungi asosiy yoritib boradigan mavzuyimiz homiladorlik davrida genetik nuqsonlarni aniqlash mumkinmi? Xo'p, genetik kasallik nima? Genetik kasallik bu biz ota-onadan olgan materiallardagi, ya'ni homilani ota-onadan olgan materialdagi, genetik materialdagi xatolikning birlashishi va bu xatolik natijasida bolada tug'ma nasliy genetik kasallik kelib chiqishi. Ya'ni bu nuqson bo'lsin, bu harakat buzilishi bo'lsin, bu aqliy nutqiy orqada qolish bo'lsin yoki homilani rivojlanmay qolish belgilari bo'lsin, bu nasliy kasallikka, ya'ni genetik kasallikka bog'liqlik bo'lishi mumkin bo'ladi. Masalan, tushuntirib o'tamiz. Eng ko'p uchraydigan kasalliklar bu homilada aniqlash mumkin bo'lgan nasliy xromosoma kasalliklar. Down sindromi, Edward sindromi, Shershevskiy-Turner sindromi, X xromosoma sindromi va shunga o'xshash nasliy xromosoma zararlanishi bilan kechuvchi kasalliklarni ko'p holatlarda ona qornini o'zida 12-14 haftalikda UZI orqali, markerlar orqali aniqlab, homila va qon analizi orqali bularda nasliy genetik, ya'ni xromosoma kasalligi ketayotganligini, bu homiladagi zararlanish ota-onada buzilish hisobiga o'tganligini aniqlash mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda eng ko'p uchraydigan kasalliklar bular xromosoma kasalliklari hisoblanib, xromosoma kasalliklarining profilaktikasi, ya'ni ota va onada yoshi katta bo'lsa, homilador xavf guruhiga kiruvchi homilador bo'lsa, yoshi katta bo'lsa, yoshi kichik bo'lsa, ya'ni 18 yoshdan kichik, 35 yoshdan katta yoki oilasida nasliy kasallik aniqlangan yoki oilada Down sindromi yoki boshqa xromosoma patologiyasi aniqlangan oilalarda bu onalar xavf guruhidagi onalar hisoblanadi. Ya'ni bu oilada nasliy xromosoma yoki gen kasalligiga moyillik bo'lishi mumkin oilalar hisoblanadi. Va bundan tashqari 2 yoki undan ortiq homila tushishlari bo'lgan oila. Ya'ni biz aytamiz doim 4 yoki infeksiyaga bog'laymiz. 2, 3, 4, 5 marta, hattoki 6 martagacha ba'zan homila tushishi bilan kelishadi bizga farzandsizlik muammosi bilan. Bularda ham xromosoma kasalliklarini aniqlaymiz ota-onada va to'g'ri tashxis orqali PGT-A yoki PGT-M, ya'ni murakkab eko orqali bularga sog'lom farzand reja qilish mumkin bo'ladi. Xo'p, bitta nimaga e'tibor berishimiz kerak? Nuqson aniqlash, ya'ni genetik kasallikka moyillikni aniqlash uchun birinchi elementariya homila UZIsiga e'tibor berish kerak bo'ladi. Ya'ni prenatal screening UZIsi doim homiladorlarni biz skrindan o'tkazdiramiz va bu 12-14 haftalikda bo'yin yoqa qalinligi, yurak faoliyati, ichak faoliyati, buyrak faoliyatilarga baho beriladi va oyoq qo'l qismlariga va bosh qismiga e'tibor beriladi va bunda aniqlangan markerlar orqali biz bolada, ya'ni homilada nasliy genetik kasallikka moyillik belgilarini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Bu birinchi etap hisoblanadi. Va bundan keyin biz bioximik yoki NIPT deymiz, noinvaziv prenatal diagnostikadan foydalanamiz. Yo'q bo'lmasam homila suvini tekshirish orqali bo'lib yoki bo'lmasam boshqa usullar orqali homilada aniq nasliy genetik kasallikni qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Mana biz yana bir qator aytib o'tamiz, oilada nasliy genetik kasallik aniqlangan bo'lsa. Tasavvur qilaylik, oilada qandaydir ota-onada tashuvchanlik bor, nasliy genetik kasallik katta farzandida bo'lgan, aniq genetik tashxis qo'yilgan. Genetik orqali aniq tashxis qo'yilgan. Bu homiladorlikni kelajakda biz sog'lom yoki sog'lom emasligini aniq ajrata olamiz va bu homilani kelajakda sog'lom emasligiga qarab turib homiladorlikni davom ettirish yoki homiladorlikni to'xtatish masalasi ko'rib chiqiladi. Ya'ni agar homilada kasallik aniqlanadigan bo'lsa, homiladorlik to'xtatiladi. Agar homilada hayot sifatiga ta'sir qiladigan muammo aniqlanadigan bo'lsa, bu homiladorlik to'xtatiladi.
Agar homilada nasliy genetik kasallik aniqlanmasa, homiladorligimiz davom ettiriladi. Bu albatta homila muddatlariga 100% bog'liq hisoblanadi. Islomiy diniy tomondan ham va dunyoviy ilm tomonidan ham buni haftasi bizga juda muhim hisoblanadi. Ya'ni nasliy genetik kasallik necha haftalikda aniqlandi va bu aniqlangan nasliy genetik kasallik homila, ya'ni bola tug'ilgandan keyin uni hayot sifatiga qay darajada ta'sir qiladi va bu onani hayot sifatiga qay darajada ta'sir qiladi homiladorlik davrida, bularni taroziga qo'ygan holatda biz homilani to'xtatish yoki davom ettirish masalalarini ko'rib beriladi bizda. Xo'p, UZI tekshiruvi qachon o'tkazish kerak? Buni to'liq aytib o'taman. 11-13 haftalikda homilani UZI tekshiruvi birlamchi skriningdan o'tkaziladi. Ikkilamchi skrining 16-24 haftaning ichida o'tkaziladi. Va uchlamchi skrining 28-32 haftalikda Doppler tekshiruvlari bilan birgalikda o'tiriladi va mana shu etaplarda aniqlangan nuqsonlar orqali biz homilaga baho berishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda ta'kidlab o'tishimiz joizki, albatta har bir homilador shu uchala etapdagi birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi skrindan o'tishga majbur. Va bu homilani sog'lig'ini belgilash uchun juda muhim hisoblanadi. Ba'zan biz eshitib qolamiz, ko'p UZIga tushaverma, homila uchun ziyon. Ultra tovush tekshiruvi homila uchun mutlaq ziyonsiz. Buni etapma-etap bajarsa bo'laveradi. Ya'ni homila skrinlarni o'tkazsa bo'laveradi. Xo'p, endi biz homilada qandaydir muammoni UZI orqali aniqladik va u orqali biz homila suvini olib tekshirish yoki homila qonidan olib yoki ona qonidan olib tekshirish, bu masalalarni albatta genetik shifokor va ultra tovush shifokor, prenatolog deymiz, shu mutaxassislar bilan birgalikda ko'rib chiqiladi va bularni amniotensintez yoki bo'lmasa korzosintez boshqa usullar orqali homila suv olib tekshiriladi yoki homila qoni olib tekshirilib aniq tashxis qo'yish mumkin bo'ladi. Biz yana ta'kidlaymizki, kimlar, qaysi homiladorlar genetik konsultatsiyasidan o'tishi majbur. Oilasida irsiy kasallik aniqlangan bo'lsa, qarindosh nikohida bo'lsa, albatta bular genetik konsultatsiyadan, yoshlari katta bo'lsa va erta nikohlar bo'lsa, 18 yoshgacha bo'lgan nikohlar, bular albatta genetik konsultatsiyasidan o'tishga majbur bo'ladi. Xo'p, bu yerda yakuniy xulosa qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni hamma nasliy genetik kasalliklarni biz oldindan aniqlasak bo'ladimi? Yo'q, albatta, bu hamma kasalliklarni emas. Albatta, akasi yoki opasida aniqlangan genetik kasallik to'liq DNK orqali qo'yilgan bo'lsa yoki nasliy xromosoma kasalliklarining markerlari ona qornida, UZIda 12-14 haftalikda aniqlangan yoki boshqa haftalarda aniqlangan bo'lsa yoki bo'lmasam bu oilada nasliy genetik kasallikka xavf bo'ladigan bo'lsa, shu tekshiruvlarimizni qilish orqali ma'lum bir doiradagi genetik kasalliklarni aniqlash va kelajakda sog'lom oila va sog'lom bola reja qilish kerak bo'ladi. Agarda sizda homiladorlik muddati, homiladorlikda qaysi muddatda nasliy kasalliklarni aniqlash yoki sizda shunaqa nasliy genetik kasallikka moyillik bor farzandingiz bo'lsa-yu, sog'lom bola qilishga reja qilayotgan bo'lsangiz va qo'rqayotgan bo'lsangiz yoki bo'lmasam sizni oilangizda 2 yoki undan ortiq nasliy genetik kasallik bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam sizni homilangizda UZI orqali nasliy genetik kasallikka moyillik aniqlanayotgan bo'lsa, siz savollaringiz bo'ladigan bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Agar konsultatsiyadan o'tmoqchi bo'lsangiz, shu raqamlarga telefon qilishingiz mumkin.